Yangi Li9 Livis haqida siz ham eshitdingizmi? Unda odatiy gidravlik tormozlash tizimi yo'q ekan. Ya'ni pedal bosishingiz bilan suyuqlik borib kalotkani siqmaydi. Uni o'rniga EMB tizimi qo'llanilgan. Siz pedal bosasiz, har bir g'ildirakdagi aktuator o'zi kalotkani siqadi, ya'ni elektron signal orqali. Eski Li9da yangi ishlangan Li9 asosiy fishkalaridan bittasi podveskadagi aktiv pnevmasida hisoblanadi. Yana ham aqlliroq qilib ishlangan. Avtomobil katta tezlikda, manuallarda, krutoy pavorotlarda, hattoki tormoz bosganingizda ham kuzov qimirlamaydi. Ya'ni har bitta alohida g'ildirakni 10,000 Newtongacha o'zi ko'tara oladi. Bu degani g'ildirakni o'zingiz bemalol almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Rulida ham juda katta o'zgarish bor. Endi g'ildiraklar bilan rul orasida mexanik aloqa yo'q, to'liq elektron boshqariladi. Burilish radiuslari kichiklashadi. Batareya ham 72,7 kW katta versiyaga almashtirilgan. 340 km faqat tokda, 1500 km umumiy zaxira bilan. Orqa stop, faralari to'liq qayta ishlangan. Avtomobilda hozirgi